Hammaga salom. Sizlar bilan Trenwiz Mahmud. Bugun sizlar bilan futbolchining eng ko'p bajaradigan mashhur 3 ta fintni o'rganamiz. Bu fintlar shunaqa mashhurki, hattoki ko'chada futbolga qatnashmagan o'rtog'imiz yoki maktabdagi sinfdoshimiz ham bajarayotgan bo'lishi mumkin. Lekin biz sizlar bilan buni qanaqa qilib pro futbolchiga o'xshab to'g'ri qilishni o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Sababi men 3-fintdan keyin bitta bonus super fint ko'rsataman. Sizlar bo'lsa 1-chi, 2-chi, 3-fintlarni yaxshi o'zlashtirishingiz kerak bu fintni qilish uchun. Videoga bo'lsa like bosish, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizda hali bundan ham zo'r fintlar bo'ladi. Sizlardan bitta podyacha kutaman. Bolalar, bizda birinchi fint bu Cristiano Ronaldoning finti. Menimcha bu fintni ko'pchilik bolalar, hattoki futbol kelmagan bolalar, mahallada futbol o'ynagan bolalar ham biladi. Shuning uchun biz ham fintni nomini o'zining haqiqiy nomini emas, qaychi deylar o'zbek tilida. Ronaldo finti deb qo'yamiz. Fint bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni o'rniga sizlar uyda fishga qo'yasizmi, baklashga qo'yasizmi, taburetga qo'yasizmi farqi yo'q. Nimadir tursa bo'ldi, shu alla o'tib ketsanglar yaxshiroq bo'ladi. Bu o'ynashni bilmagan o'rtog'inglar bo'lsa, uni ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi uni o'rniga. Endi bu fintni bolalar bosqichma-bosqich qanaqa qilishini ko'rsatib beraman. Agar bizni o'ynoq bo'lsak, koptoni o'ynog'imizni padon qismida olib yuramiz va o'yinchiga yaqinlashganimizda o'ynog'imizni kopton ustidan aylantirib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek. O'yinchini yana ham ishontirish uchun yelkamiz bilan ham ozgina o'ng tomonga harakat qilamiz. Endi koptoni o'yinchidan chetga olib ketish qoldi. Videoda ko'rsatilgandek oyog'imizni yon qismi bilan koptoni yon tomonga uramiz. Birinchi fintni o'rgangan bo'lsanglar, endi biz ikkinchi fintga o'tamiz. Ikkinchi fint bizda Messining finti mashhur bo'lgan bu yelka bilan raqibni aldab ketish fint bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu fintni Messining finti nomlanishimiz sababi menimcha boshqalar shunaqa desa kerak. Chunki ko'p Messi ishlatardi. O'sha vaqtda Messi mashhur bo'lganda ko'proq yelka bilan aldagani uchun Messi finti bo'lib ketgan. O'zi umumiy yelka bilan aldash finti deyiladi. Men trenerlarim ham yoshligimizda Messi biz vaqtda mashhur edi. Messi fintni qilamiz degan uchun bizga shu o'rganish привычка bo'lib qolgan. Men ham bolalarga Messi fintni o'rgataman. Endi sizlar buni qanaqa nomlaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar yoki Messi fintni qoldiramiz ham. Xullas fint bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi bu videoni yaqinda qanaqa qilinishini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Fint bajarish uchun bizni birinchi bo'lib to'xtay olib ko'rsataman. Qopni bizni yaqin holda turadi. O'ynoq bo'lsa, birinchi bo'lib turib o'ynog'imizni ko'taramiz yerda. Qopni yaqinroq o'tish kerak oldi qopni oyog'imizni. Xuddiki qopni o'ng tomon oladigandek. Shu harakat birinchi bo'lib. Buni qilganimizdan keyin endi raqibni bizni o'yinchiga yana ishontirish uchun yelkamizni harakatga keltirishimiz kerak. Yelka bilan shu tomonga ozgina egilib ko'rsatamiz. Shunda mana harakat bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bar. Yelkadan ishlayapti. Ko'rsatdim. Koptoni chap oyog'imni yana o'sha yon qismida chap tomonga olaman. Bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hop, voy. A'lo. Rojinab qoldi. Bolalar bizda 3-fint, hamma menimcha ko'rgan, bilgan fintlardan ham bittasi Zidan finti. Fint bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu fintni Zidan ko'p takrorlagan, ko'p bajargan, o'yladi bu narsani Zidan shunaqa chiroyli qilganida, shunaqa san'at darajasi qilganida, menimcha fintni ham Zidan deb aytish mashhur bo'lib ketgan. Zidanning finti desa, o'sha ko'pchilik buni narsani biladi. Bu aytganimdek boshqa videoda mahalladagi o'rtog'imiz ham Zidanning finti desa biladi. Biz endi bu fintni futbolga bo'pti.
Biz endi bu fintni futbolga yarasha bosqich-bosqich to'g'ri qanaqa qilinadi, qanaqa holatlarda o'yinchilar ko'proq xato yo'l qo'yib qo'yadi. Ayniqsa 7-8 yoshli bolalar, endi futbol kelgan bolalar qilgan xatolarni ham takrorlab aytib o'tamiz. Fint bunaqa ko'rinishda bo'ladi. O'yinchi yaqinlashadi. Bolalar biz fintni bosqich qilib chiqamiz. O'yinchiga yaqinlashganda, agar biz o'ynamoq bo'lsak, birinchi koptoni oyog'im tegi bilan bosib turib, o'zimga yorroq qilib tortaman. Ikkinchi koptoni chap oyog'im bilan bosib turib, olib ketaman. Tezroq yana bir ko'rinishda bo'ladi. O'yinchiga yaqinlashdim. Bu yerda kichkina bolalar, futbolda endi kelgan bolalar qiladigan bitta asosiy xato bor. O'yinchiga yaqinlashganda koptoni shuncha oyoq bilan bosib tortmaydi. Sakrab, to'g'ri ketmoqchi bo'ladi. Bu vaziyatda kopton o'yinchiga tegadi. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. O'yinchi uni olib qo'yishi juda ham oson bo'ladi. Yoki o'yinchiga uriladi. Shuning uchun bizni e'tibor bergan joyimiz koptonni qanchalik maksimal ko'proq yon tomonga olib o'tish. Shunda o'yinchini orqada qoldirib ketamiz. Qancha yon tomonga tortsak, shuncha chiroyli chiqadi va shuncha o'yinchini aldash oson bo'ladi. Chap oyoq yanimiz edi. Demak, biz bolalar 3 ta fintni o'rganib chiqdik. Bu narsalarni uyda takrorlaysizlar va o'yinda sopernikka qarshi bajarasizlar deb umid qilaman. Kimdiki shu fintlarni bajarsa videosi bo'lsa, meni Instagram kanalimda sizga qoldiraman, atmetga qilsangiz bo'ladi. Endi biz sizlarga videoni boshida va'da qilib o'tganimiz bonus fint ko'rsatib o'tamiz. Bu bonus fintimiz bugun fintdan tashkil topgan upgrade bo'ladi. Bu narsani sizlar endi o'yinda qo'llasanglar, Zashninning kallasi aylanib qolib, aniq qushni uchirib tepasida. Shunaqa videolar bor, shunaqa bo'lib qoladi. Bu yerga ko'rsatamiz. Bolalar, biz birinchi bo'lib qaysi fintni qildik? Ronaldo fintini qildik. O'na bo'lsa, o'ng tomon ko'rsatdik. Ikkinchi bo'lib nima qildik? Ronaldoni chapga olishimiz kerak edi. Biz nima qilamiz? O'yinchini chalg'itish uchun Ronaldo fintni qilganimizdan keyin chap tomonga chap oyoq bilan Messi fintni qilamiz. Bir. O'yinchi endi bu tomonga ishonadi. Kopton o'ni olib turib, oxirida bitta Zidan bilan tugatamiz. Fint tezroq kelganda bunaqa ko'rinishda bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5. Bugun sizlar bilan 3 ta eng boshlang'ich, lekin eng ko'p ishlatiladigan, hattoki o'sha pro futbolchilar ham ko'rdinglar, ko'p bajargan fintni o'rgandinglar. O'ylaymanki, bu fintlarni sizlar o'rganib, o'yinda qo'llaysizlar. Bundan keyingi videolar nima haqida bo'lsa, kommentariyada fikrlarni yozinglar, kanalga obuna bo'lish va videoga like bosish, futbolchi o'rtoqlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.